Xinjiangga mal sağanda nemishqa pochta haqqini ko'tirmaydi. Buning sababi Xinjiang bəhli cho'ng. Ko'lami 1.660.000 kvadrat kilometr bo'lgan Xinjiangga tez yo'llanma yetkazish to'limi qiyin. Bu ko'lam butun mamlakat umumiy ko'lamining 6dan 1 qismini egallaydi. 8 davlat bilan chegaralanadi. Chegara liniyasining uzunligi 5600 kilometrdan oshadi. Boshqacha qilib aytsak, Xinjiangning yer maydoni 2 Fransiya, 4 Yaponiya, 5 Italiya, 6 Yangi Zelandiya, 7 Angliya, 16 Koreyaga teng keladi. Xinjiangning ko'lami Henan, Shandong, Hebei, Beijing, Tianjin, Shanxi, Sanxi, Hubei, Anhui, Zhejiang, Shanghai, Hunan, Jiangsudan iborat bu 13 o'lka shaharni qo'shgandan cho'ng chiqadi. Xinjiangdagi bir viloyat oblastini, ya'ni Baying'ulun Mo'ng'ul avtonom oblastini elib aytsak, bu yer Jiangsu, Zhejiang, Fujian va Jiangxidan iborat 4 o'lka shaharning umumiy ko'lamini qo'shganga teng keladi. Hatta Baying'ulun oblastiga qarashliq Chaqiliq nahiyasimi Henan, Beijing, Tianjin, Shanghaylarni qo'shgandimi cho'ng chiqadi. Urumchidan aeroplanga o'ltirib Qashqarga berishga 2 soatga yaqin vaqt ketadi. Bu Xinjiangdan Xi'anga borganga barobar. Agar siz Xinjiangning eng sharqiy tarafidagi Qumulda kun petishni ko'rib bo'lgandan keyin darhol aeroplanga o'ltirib eng g'arbdagi Qashqarga borsangiz, yana bir qitim kun petishni ko'rishga muyassar bo'la olasiz. Mana bu vatanimizning ayrilmas bir qismi bo'lgan Xinjiang. Qani sizmi Xinjiangga kelib, vatanimizning go'zal tog' daryolaridan huzurlanib keting.